Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bu mening tilim blogi va men Shahzod Jo'rayev. Bugun sizlar bilan ona tili va adabiyot fanidan milliy sertifikat imtihonlarida yoziladigan esse standartlari va shu essening baholash mexanizmi haqida gaplashamiz. Videoni ko'rishdan oldin kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang, chunki siz ayni shu harakatingiz orqali bizning faoliyatimizni qo'llab-quvvatlagan bo'lasiz. Agar videolarimiz siz uchun manfaatli bo'layotgan bo'lsa, video ostidagi hisob raqamlariga o'zingiz xohlagan summani o'tkazishingiz mumkin. Siz bu ishingiz orqali bizning faoliyatimizni rivojlanishiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Oldindan rahmat. Biz videoni boshladik. Ona tili adabiyot fanidan milliy sertifikat imtihonlari olinishi e'lon qilinganidan boshlab ayni paydo bo'lgan bir savol bor, ya'ni esse va shu kungacha yozilib kelingan an'anaviy insho o'rtasida qanday farq bor? Ya'ni esse qaysi jihatlar bilan inshodan farqlanadi? Umuman qaysi biri o'zi yaxshi, ya'ni o'quvchilarni demak ona tilini o'rganishlarida muhimroq ahamiyatga ega. Va bu savolga shaxsan o'zim mutaxassis sifatida esse o'quvchilarning ona tilini o'rganishlarida inshoga qaraganda samaraliroq usul deb javob bergan bo'lardim. Sababi esseda o'quvchi o'zining fikrini erkin, hech qanday qolipga solinmagan holda yoki bir shaklga e'tibor bermagan holda bayon qilishi mumkin. Faqat o'ziga yarasha talablar bor va bu talablar unchalik og'ir emas. Tilni yaxshi biladigan va o'z ona tilida ravon gaplasha oladigan har qanday inson bu talablarni bajarishi mumkin. Xo'sh, bilim va malakani baholash agentligi tomonidan demak qo'yilgan talablarni esa hozir sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Umuman imtihon davomida esse uchun ajratilgan ball 24 ballni tashkil qiladi va 24 ballni siz qaysi mezonlarga javob bergan holda yig'a olishingiz mumkinligini hozir birma-bir ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi navbatda talab qilinadigan shart bu esse to'liq publitsistik uslubda yozilgan bo'lishi shart. Ya'ni shakl va ma'no maqolaga yaqin bo'lishi kerak. Gazetada beriladigan maqolalar aynan biz keltirishimiz mumkin bo'lgan eng oddiy misol o'laroq aytadigan bo'lsak, gazetada keltiradigan maqolalar publitsistik uslubda yoziladi va bu uslub esse uchun tanlangan standart uslub. Siz uni inshoga o'xshab badiiy uslubda yozishingiz mumkin emas. Bu sizning pastroq ball olishingizga sabab bo'ladi. Ikkinchi sharti, vaziyat yuzasidan har ikkala qarash ham talabgorning shaxsiy fikri bilan birgalikda to'liq yoritilgan bo'lishi kerak. Ya'ni masalan deylik, esseni mavzusi telefon ishlatish foydalimi yoki zararli? Demak, shu mavzu tushadigan bo'lsa, siz ham telefonning foydali tomonlarini, ham zararli tomonlarini yoritish bilan bir qatorda bu boradagi o'z shaxsiy fikringizni ham yoritib berishingiz kerak. Ya'ni siz uchun uning qaysi tomoni ko'proq ma'qul? Siz telefonni foydali deb hisoblaysizmi yoki zararli? Va sizning o'z shaxsiy fikringizga kamroq e'tibor berishingiz yoki ikkala deylik tomonni yoki yaxshi yoki yomon tomonni kamroq asoslashingiz sizni pastroq ball olishingizga sabab bo'ladi. Xo'sh, har ikkala qarash ham dalillar bilan asoslanganligi bu uchinchi mezon. Ya'ni siz ikkala tomonni ham, deylik, telefonning foydali tomonlarini ham, zararli tomonlarini ham misollar bilan birga asoslab berishingiz talab etiladi. Keyingi shart bu kirish, asosiy qism va xulosa to'la yoritib berilgani. Agentlik tomonidan ko'rsatilgan talablarga ko'ra, shu talablarga rioya qiladigan bo'lsak, kirish hamda xulosa 2-3 ta jumladan iborat bo'lishining o'zi yetarli. Siz undan oshiq yozishingiz mumkin. Bu sizga qanaqadir deylik imkoniyatlar yoki imtiyozlar taqdim qilmaydi. Siz 2-3 ta jumlani talab darajasida yozib bera olsangiz ham bu siz uchun yetarli ballni olishga deylik asos bo'ladi. Va siz inshoga o'xshab deylik qanaqadir badiiy pafosga boy deylik jumlalarni, o'xshatishlarni, qiyoslashlarni ortiqcha keltirishingizni hojati yo'q. Shunchaki o'zingizni fikringizni ravon bir tarzda va boya aytilganidek kirish, asosiy qism va xulosaga bo'lingan holda taqdim etishingizning o'zi kifoya. Kirish va xulosa 2 ta yoki 3 ta jumladan iborat bo'lishini aytdik. Asosiy qism esa kamida 3 ta xat boshidan iborat bo'lishi kerak. Ya'ni bu 3 ta xat boshi nimalar? Birinchi xat boshida siz bir tarafni fikrini himoya qilasiz, deylik, telefonning zararli tomonlarini. Ikkinchi xat boshida siz telefonning zararli tomonlarini yoki aksincha foydali tomonlarini ham muhokama qilishingiz mumkin. Tanlov o'z qo'lingizda. Va uchinchi qismda siz o'z shaxsiy fikringizni asoslab berishingiz kerak. Va bu 3 ta bo'lim
birgalikda asosiy qismda aks etadi. Ya'ni unda siz bir tomonni fikrini, ikkinchi xat boshida ikkinchi tomonning fikrini va uchinchi xat boshida o'z shaxsiy fikringizni ifoda etishingiz kerak va ayni shu uchala qismni ham to'liq yoritib bera olsangizgina bu shartni to'liq bajargan bo'lasiz va 2 ballga ega bo'lasiz. Keyingi mezon bu gapning mantiqiy qurilishi va unda kuzatiladigan xatoliklarning yo'qligi va essening to'g'ri xat boshiga ajratilganligi. Bu ham muhim jihatlardan biri, ya'ni siz bir fikrni tugatib, to'liq asoslab, ikkinchi fikrga o'tayotgan paytingizda albatta yangi xat boshidan boshlashingiz kerak va aksincha sizning fikringiz tugamagan bo'lsa, yangidan xat boshi boshlamasligingiz kerak, chunki pastdagi fikr ham yuqoridagi fikrni takrori bo'lmasligi kerak yoki davomi bo'lmasligi kerak. Uzluksiz davom etayotgan fikrlarning hammasi bitta xat boshida bo'lishi zarur va mantiqiy qurilishda kamchiliklar bo'lmasligi kerak. Ya'ni siz deylik kirish uchun mo'ljallangan gapni asosiy qismga, asosiy qism uchun mo'ljallangan gapni kirishga yoki aksincha umuman xulosani asosiy qismda yozib qo'ymasligingiz kerak. Mantiqiy qurilishi birin-ketinlikda bo'lishi kerak esseda. Keyingi talab mantiqiy va mazmuniy izchillikka to'liq rioya qilish, fikrlar takrori kuzatilmaganligi. Ya'ni siz o'z fikringizni ikkinchi marta takrorlamasligingiz kerak. Bu esseda deylik so'zni ko'paytirish hiylasini oldini olish uchun qo'yilgan mezon. Chunki siz 250 ta, kamida 250 ta so'z yozishingiz kerak esseda va bu esseni ortiqcha so'zlar bilan to'ldirib tashlay olmaysiz, chunki talab qo'yilyaptiki, fikriy takror bo'lmasligi kerak gapda. Siz bir marta aytilgan fikrni ikkinchi joyda takrorlamasligingiz kerak. Va bunday takrorlardan bitta ikkita uchrasa sizdan yarim ball, agar 3 ta 4 ta fikriy takror bo'ladigan bo'lsa sizdan 1 ball va xatolaringiz 7 tadan ko'payib ketadigan bo'lsa siz umuman shu mezonga ko'ra baholanmaysiz. Keyingi masala imlo bilan bog'liq xatolarning uchramaganligi. Ya'ni siz imlo xatolariga yo'l qo'ymasligingiz kerak. Endi bu ko'pchilik biladigan va tushunadigan qismi, chunki inshoda ham, esseda ham shu paytgacha imlo xatolariga jiddiy e'tibor berilgan. Bitta ikkita xato uchun sizdan yarim ball, 3 ta 4 ta xato uchun sizdan 1 ball va undan ko'proq 5 ta 6 ta xato uchun sizdan 1,5 ball olib tashlanadi va 7 tadan ko'p xato qiladigan bo'lsangiz, siz shu mezonlarga ko'ra baholanmaysiz. Keyingi masala punktuatsion xatolarning umuman uchramaganligi. Ya'ni punktuatsion xatolarga yo'l qo'ymagan bo'lsangiz, sizga to'liq 2 ball beriladi bu mezonga asoslanib va boyagi tartibda 7 tadan ko'p punktuatsion xatoga yo'l qo'yish sizni 0 ballga olib boradi. Keyingi masala qo'shimcha qo'llash bilan bog'liq xatolarning uchramaganligi. Ya'ni siz tushum kelishigining o'rnida qaratqich kelishigini, qaratqich kelishigining o'rnida tushum kelishigini yoki jo'nalish yoki o'rin payt chiqish kelishiklarini o'zaro o'rnini almashtirib qo'yishingiz va bundan tashqari keraksiz o'rinlarda so'z yasovchi qo'shimchalarni, lug'aviy shakl yasovchi qo'shimchalarni ishlatib qo'yishingiz bu mezonga ko'ra sizdan ball olib tashlanishiga sababchi bo'lishi mumkin. Keyingi masala so'z qo'llash bilan bog'liq uslubiy xato kuzatilmaganligi. So'z qo'llash bilan bog'liq xatoga nimalar kiradi? So'zni noto'g'ri qo'llash va so'zlarni noo'rin takrorlash, so'zni ortiqcha qo'llash, so'zni tushirib qoldirish va bog'lovchi vositalar, kiritmalar bilan bog'liq xatoliklar aynan so'z qo'llash bilan bog'liq xatoga olinadi. Ya'ni siz nafaqat fikr takroridan, balki so'z takroridan ham qochishingiz kerak. So'zlarni ko'proq sinonimlarini ishlatishga harakat qiling va o'zingiz to'liq ma'nosini tushunmaydigan so'zlaringizni iloji boricha esseda ishlatmang. Bitta so'zning ma'nosini to'liq tushunib olganingizdan keyin, ya'ni siz fikringizni jimjimador qilish uchun qanaqadir noyob, arxaik so'zlarni ishlatishingizga hojat yo'q. Faqat yozgan so'zingiz umuman o'zingiz uchun to'liq tushunarli bo'lishi kerak va esseni mazmuniga mos tushishi zarur. Keyingi masala xuddi yuqorida aytganimizdek, leksik xilma-xillik. Leksik xilma-xillikka, ya'ni siz o'sha mavzuga mos har xil iboralarni, xalqona maqollarni, hikmatli so'zlarni, qaysidir mashhurlardan iqtiboslarni keltirishingiz mumkin va sinonimlarni o'z o'rnida ko'proq ishlatishingiz ham sizni o'sha deylik talablarga mos kelishingizni bildiradi. Ya'ni sizni o'z ona tilingizda bemalol nutq boyligiga ega ekanligingizni ko'rsatadi va siz bu uchun 2 ballga ega bo'lasiz. Va oxirgi masala noo'rin qo'llangan shevaga oid so'zlar, qo'shimchalar, vulgarizm, barbarizm, parazit so'zlarning uchramasligi. Ya'ni siz shevaga xos so'zlarni ishlatishingiz taqiqlangan va undan tashqari ko'cha so'zlari, qo'pol qilib aytganda,
yoki har xil tushunarsiz, chetdan o'zlashgan va esse mazmuniga mos kelmaydigan noodatiy so'zlarni ishlatishingiz, adabiy tilga oid bo'lmagan so'zlarni qo'llashingiz sizdan ballning ayirib tashlanishiga olib kelishi mumkin. Va siz yuqoridagi aytilgan xatolarga yo'l qo'ymasangiz, siz umumiy miqdorda 24 ballga ega bo'lishingiz mumkin. Buguncha sizlar bilan bo'lishmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shulardan iborat edi. Video siz uchun manfaatli bo'ldi degan umiddamiz. Video sizga yoqqan bo'lsa, like bosishni, izohlarda fikrlaringizni yozib qoldirishni va bu videoni do'stlaringiz bilan ulashishni unutmang. Kanalimizga obuna bo'ling, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying va biz haqimizda ko'proq tanishlaringizga va yaqinlaringizga xabar bering. Bu bizning faoliyatimizga sizning qo'shgan katta hissangiz. Keyingi videolarda, darslarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.